Do'stlar, 8-yanvar kuni olingan zakaz. E'tibor berishlaring mumkin. Polka bakavinani ichiga tushmayapti. Xullas yig'ilgan nimani ichiga tushmayapti. 8 ga kalta kelyapti. Buni sababi nimaga? Men teva krishka bilan pastki nizni ichiga tushyapti bakavinalar, e'tibor bersalaring. Yonda bakavinalar. O'shini nisbatiga 8 millimetr oshiqcha kiryapti narigi taraf. Men sentrida o'lchaganman, 16 millimetr olib tashlaganman bitta laminatnikini, lekin nariga kirgan nisbatiga yana 8 qo'shilyapti. Bu yangi menga o'xshagan yangi ustalarga e'tibor berish kerak bo'lgan joylardan biri do'stlar. Lekin o'rtadagi polkaga bemalol tushyapti. Faqat hozir mana e'tibor beringlar, tushiryapman. Ana bemalol tushdi o'rtadagi, lekin ikkala chekkadagilarga tushmayapti. Sababi bakavinalar ichkariga kirgan, o'shuning uchun 8 millimetr uzun kelyapti. Buni o'lchayotganda yo niz bilan polka ustiga tushish kerak yoki o'shini olib tashlash kerak. Bu endi o'rnatgan vaqtim do'stlar, videolarni terib olganman, e'tibor bermaysizlar. Eshigini xuddi o'zimnikiga o'xshatib 2 sm pastga tushirdim. Hech qanaqa ruchkasiz bo'ldi teva taraf. Past taraf polni hammasi 60 bo'ldi. Teva ham, pasti ham 60 lik qutilar bo'ldi. 3 metrga bo'yi 2.10 bo'ldi. E'tibor berasizlar. 3 ta g'aladon tushdi, qolgan hammasi eshikli bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir yana bir narsa do'stlar, bu hech qanaqa devorga o'rnamagan, o'sha tekstoletdan orqasiga, o'sha kafelni o'rniga 60 ga 3 metrlik tekstoletdan qo'yib berganman. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tekstolet oddiy laminatdan 30 qilib tiyaga berganman. O'rtani ham ustunga o'xshatib, xuddi polka qilib chiqarib berganman do'stlar. O'sha ushlab turadi. Tevadan pastdan tekstoletga qatirildi, ikkala chekkadan yonboshdan ushlandi. Bittasini 180, bittasini 120 qilindi-da. Tevani ham pastni ham bo'lib 120 ga 180 qilib yig'ib keyin bir-biriga ulandi do'stlar. Uzun bo'lsa ham ko'tarish ham noqulay bo'lardi. Hozir bunda yig'ish oson bo'ldi, hamma narsa oson bo'ldi. Asha e'tibor bersalaring 120 ga bitta chok tushgan, 180 ga bitta chok tushgan. O'shin bilan yaxshi ushlab turibdi. Mo'ykani ham sifatligidan qo'yildi. Barcha material laminatdan ishlatildi. Hech qayerga akril ishlatilgan yo'q, disp ishlatilgan yo'q. Hamma joy laminatdan ishlatildi. Do'stlar, baho beringlar. 1 dan 10 gacha necha bahoga arziydi? Keyin yozib qoldiringlar. Qanchaga bitdi xuddi shu mebel? E'tibor berishlaringiz mumkin. Orqasiga ham 3 metrlik tekstolet qo'yib berganman. Yonlarini bakavinalarni o'zlariga ushlatib berganman. O'rtasiga polkaga o'xshagan narsani tiyaga qilib berganman do'stlar. Do'stlar, bizni YouTube statistikamiz umuman ko'tarilmayapti. 99% odam faqat ko'rib chiqib ketyapti. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Buni ko'taraylik kanalda. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvali bola kanalidan uzoqlashmanglar. Esdan chiqmasin, qanchaga bitganini narxini taxminan o'zlaring hisoblab yozib qo'yinglar.